Adolatning birinchi sharti xolislikdir. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Muhammadjon Begmatov. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan reportaj va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Prezident kubogi kimga nasib etdi? İlk g'alabamni shu bugun nishonlab turibman jangda. Kasbga sadoqat ila. Men shu kasbimni yaxshi ko'rganim uchun bu menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Noqonuniy tovar aylanmasiga chek qo'yildi. İki turdagi 3978 Milana va 5355 tuquti Orange nomli tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Issiqlik elektr stansiyasi favqulodda vaziyatga tayyormi? Chiqindi moylarni suvdan ajratib, saqlash bakida yuzaga kelgan yong'in bo'yicha taktik o'quv mashg'ulotini o'tkazdik. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Namangan yana bir nufuzli xalqaro sport musobaqasiga mezbonlik qildi. Qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti kubogi uchun o'tkazilgan xalqaro turnirda 10 ga yaqin mamlakatlardan tashrif buyurgan sportchilar tatamiga chiqdilar. Hamyurtlarimiz ham ushbu musobaqada yuksak mahorat va iroda namoyon etib, sovrinli o'rinlar uchun munosib bellashdilar. Prezident kubogi xalqaro musobaqasi bu oddiy musobaqa emas. Bu irodalar to'qnashuvi, vatan sharafini himoya qilish g'oyasi va kelajakka ishonch maydonidagi sinovdir. Yangi O'zbekiston bog'i amfiteatrida qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti kubogi xalqaro turniri o'tkazildi. Unda 10 dan ziyod mahalliy va xorijlik professional sportchilar kuch sinashdilar. Qizg'in va murosasiz kechgan musobaqalarda hamyurtlarimiz yaxshi natijalarni qayd etib bordilar. Bu musobaqamiz an'anaviy turnir bo'lib qolgan. Mana 6 yildan beri shu prezident kubogi bo'lib o'tyapti. Boshqa davlat mana Xitoydan ko'rasiz, Moldova, Turkiya juda eng kuchli sportchilar olib kelgan bu sport musobaqaga. Bu chempionatlarda bolalarimiz shunchalik kuchli tayyorgarlik ko'rib turibdiki, birinchi o'rinda olamiz degan umiddamiz. Hilola Botirova bolalikdan sport bilan muntazam shug'ullanib keladi. Ayni payt Milliy gvardiya safida xizmat qilayotgan Hilola qo'l jangi bo'yicha ilk xalqaro turnirda 64 kg vazn toifasida xitoylik raqibini ishonchli mag'lub etib, muvaffaqiyatli debyut qildi. 4 yildan beri rukopashda shug'ullanib kelaman va bu musobaqada professional jangda men Xitoy sportchisiga qarshi jang olib bordim. Sopernikim juda murakkab va stillari juda o'zgacha edi. Lekin biz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik va g'alaba qozondik. Professional jang sportiga birinchi marotaba chiqishim. İlk g'alabamni shu bugun nishonlab turibman jangda. Tatamidagi murosasiz bellashuvlar nafaqat g'oliblarni, balki do'stlik va sport ruhini ham namoyon etdi. Xalqaro turnir qo'l jangini yanada ommalashtirish, sportchilar o'rtasida tajriba almashish hamda mamlakatlar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekistonga birinchi marta kelishim. Bu yerda bizni juda iliq va samimiy kutib olishdi. Bellashuvlar yuqori saviyada va haqiqiy do'stlik ruhida o'tdi. Prezident kubogi uchun tashkil etilgan mazkur turnir mamlakatlar o'rtasidagi hurmat va hamjihatlikni yanada mustahkamlayotganligi quvonarli. Turnirda vatandoshimiz Orifjon Nomurodov ruminiyalik raqibini muddatidan oldin mag'lub etdi. 80 kg vaznda esa rossiyalik sportchi Vladimir Tokovning qo'li baland keldi. Azizxon Abdullayev moldovalik Zimesh Sefandan ustun kelib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Og'ir vazn toifasida esa hamyurtimiz turkiyalik sportchiga imkoniyatni boy berdi. Ayollar o'rtasida kechgan yana bir jangda Nilufar Polvon va qozog'istonlik Arusxon Berkunbayeva ustidan to'liq g'alaba qozondi. Bellashuv yakunida eng munosiblar medal, diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Dasturimiz davom etadi. 25-iyul sudyalar va sud xodimlari farovonligi xalqaro kuni. Bu sana adolat yo'lidagi mashaqqatli mehnat va yuksak mas'uliyat e'tirofidir. Zero sudyalar qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida har kuni vijdon, xolislik va matonat bilan xizmat qiladilar. Poyezd yo'liga keyin poyezdni qo'yamiz relesga. Mayramxon Siddiqova qonun himoyachisi sifatidagi mas'uliyatini sidqidildan ado etish bilan birga farzandlariga mehribon ona, nabiralarga g'amxo'r buvijon va oqila uy bekasidir. Uning xizmat va oila o'rtasidagi muvozanatni saqlashda o'zaro hurmat, ishonch va ahillikka tayangan mustahkam oila muhim o'rin tutadi. Mana ayolim bilan
Turmush qurganimizga 26 yil bo'ldi. Mana 3 ta farzandimning onasi. Ishi ham, uyi ham yeblaydi. Mana ish qancha og'ir bo'lsa ham farzand tarbiyasiga, oila tarbiyasiga, hammasiga yaxshi qaraydi. Bolalikdagi havas bugun yuksak mas'uliyatga aylangan. Ayollik mehr va sudyalik burchini birdek ado etish Mayramxon opadan har kuni matonat, adolat va qat'iyat talab etadi. Sud tizimidagi 8 yillik faoliyati davomida ko'rilgan 20 mingdan ortiq ish esa uning minglab insonlar taqdirida adolat timsoli sifatida iz qoldirganidan dalolat beradi. Qarorlarda birinchi o'rinda insoniylik prinsipini, qonuniylik, adolatlilik prinsipini birinchi darajaga qo'yadilar. O'sha qarori o'qigan odam ham nima uchun sudya mana shu qarorga kelganligini tushuna oladi. Bundan tashqari shu adolatli hamda qonuniy qaror qabul qilganliklari sababli nizolashib kelgan oilalar o'zaro yarashib ketishgan. Bunaqa holat 100 dan ortig'ini misol keltirish mumkin. Bizni qabul qilayotgan har bitta hal qiluvchi qarorimiz qonuniy, adolatli bo'lishi kerak. Ayni paytda Mayramxon Siddiqova fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan tumanlararo sudida faoliyat yuritmoqda. U har bir sud jarayonida qonun va vijdon amriga tayangan holda adolatli qaror qabul qilishni o'zining eng ustuvor vazifasi deb biladi. Sudyalik lavozimini qanchalik mashaqqatli, qarorlar qabul qilish qanchalik qiyin bo'lsa-da, men shu kasbimni yaxshi ko'rganim uchun bu menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Har bitta qabul qilayotgan qarorimni orqasida insonlar taqdiri turgani, ularni farzandlarining kelajagi turgani meni albatta mas'uliyat bilan qaror qabul qilishga undaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, adolatli, qonuniy qaror qabul qilishga harakat qilaman. U o'zining hayotiy tajribalariga tayangan hamda qonuniy yondashuvi bilan nizoli oilalarni yarashtirish va go'daklarning yetim bo'lib qolishini oldini olishga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Bu esa ayol sudyalarning jamiyatda adolatni ta'minlash va oila qadriyatlarini asrashdagi o'rni tobora yuksalib borayotganini yaqqol namoyon etadi. Noqonuniy tovar aylanmasiga qarshi kurash huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining muhim vazifalaridan biri. Navbatdagi tezkor tadbirda fuqaro xonadonida hech qanday rasmiy hujjatga ega bo'lmagan noqonuniy tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Qonunbuzarlikka huquqiy baho berilib, mahsulotlar muomalaga chiqarilishining oldi olindi. Viloyat bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Uychi tumanida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Buning natijasida noqonuniy tovar aylanmasiga chek qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosining yashash xonadoni tegishli tartibda ko'zdan kechirilganida xorijda ishlab chiqarilgan hech qanday hujjatlari va aksiz markalari bo'lmagan ikki turdagi 3978 Milana va 5355 tuquti Oris Change nomli tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Noqonuniy tovarlar aylanmasiga qarshi kurashish davlat iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu kabi tezkor tadbirlar esa qonunbuzarliklarning barvaqt oldini olish va sog'lom raqobat muhitini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Dasturimiz davom etadi. Majburiy ijro byurosi sud hujjatlari va boshqa vakolatli organlar qarorlarining ijrosini ta'minlash bilan birga ashyoviy dalillarni qonunchilikda belgilangan tartibda yo'q qilish ishlarini ham amalga oshiradi. Navbatdagi tadbirda sifat va xavfsizlik darajasiga javob bermaydigan ko'p miqdordagi etil spirti belgilangan tartibda yo'q qilindi. Majburiy ijro byurosi Pop tuman bo'limi tomonidan qonun ustuvorligi va sud qarorlari ijrosini ta'minlash borasida muhim amaliy choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi jarayon davomida ham umumiy qiymati qariyb 168 million so'mga baholangan sifati kafolatlanmagan etil spirti muomalaga kirishining oldi olindi. Ashyo dalil sifatida saqlangan 2880 litr 96% etil spirti maxsus komissiya ishtirokida yo'q qilindi. Bu kabi ijro harakatlari noqonuniy mahsulotlarning muomalaga kirib borishini oldini olish, sud qarorlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash hamda qonun ustuvorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadbirda 144 ta 20 litrlik plastik idishlardagi spirt maxsus tartib va manzilda belgilangan mezonlar asosida to'kib tashlash yo'li bilan yo'q qilindi. Bir qarashda oddiy tuyulgan bu chora zamirida inson hayoti va salomatligini asrashdek yuksak maqsad mujassam. Zero qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatdagina aholi xavfsizligi va farovonligi ishonchli himoya qilinadi.
Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va tezkor munosabat bildirishda amaliy tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tashabbusi bilan issiqlik elektr stansiyasida o'quv taktik mashq tashkil etildi. Yirik energetika obyektlarida yong'in va texnogen favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi xavfi doimo mavjud. Bunday holatlarda to'g'ri va tezkor harakat qilish insonlar hayoti hamda obyekt xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi hududida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Giti sexidagi chiqindi moylarni suvdan ajratib, saqlash bakida yuzaga kelgan yong'in bo'yicha taktik o'quv mashg'ulotini o'tkazdik. Jarayonda ishchi xodimlar to'g'ri tartibli harakati va to'g'ri axborot va aloqa vositalaridan foydalanish va jamoaviy, ya'ni ketma-ketlik tartibni buzmagan holatda to'g'ri harakatlanish bo'yicha mashg'ulot o'tkazdik. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi tarkibida avariya, aloqa, yong'in xavfsizligini tiklovchi tibbiyot va jamoat xavfsizligi guruhi kabi 7 ta tuzilmalar mavjud. Dolzarb 60 kunlik tadbiri doirasida 30-yong'in qutqaruv qismi bilan hamkorlikda xavfsizlikka bag'ishlangan amaliy mashg'ulotda yong'inni bartaraf etish, xodimlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish va qutqaruv bo'linmalarining muvofiqlashtirilgan harakatlari amaliy sinovdan o'tkazildi. Obyekt hududida kunlik profilaktik ishlar kuchaytirilgan tartibda amalga oshirilmoqda. Bunda kunlik dozor xizmatlari hamda har bitta sex bo'limlar bilan kunlik profilaktik va targ'ibot tashkil ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari 30-qutqaruv qismi shaxsiy tarkibi bilan hafta davomida sexlar bilan birgalikda hamkorlikda mashq va mashg'ulotlar o'tkazib kelinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad obyektda favqulodda vaziyatlarni oldini olish va mukammal ishlashini ta'minlash. O'quv mashqi yakunida ishtirokchilarning harakatlari tahlil qilinib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Bunday mashg'ulotlar favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasini oshirish, xizmatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va qutqaruv ishlarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan reportaj va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.